Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Biz EU Agreen hamda Qishloq xo'jaligi vazirligi hamkorligida moliyalashtirilgan loyiha doirasida o'simliklarni biologik himoya qilishga mo'ljallangan loyihani bajardik. Bunda qishloq xo'jaligi ekinlari uchun zararli bo'lgan hasharot oqqanotga qarshi ularni ashaddiy kushandasi bo'lgan tabiiy kushandasi inkarziyani ko'paytirish bo'yicha loyiha bajardik. Loyiha doirasida inkarziyani issiqxona sharoitida ko'paytirdik va Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi fermerlarga tarqatdik. Ular 2023-24-yillarga mo'ljallangan loyihada 23-yilda 750 gektar ekin maydonlariga inkarziyani qo'llagan bo'lsak, 24-yilda 1000 gektarga chiqazdik. 25-yildagi rejamiz 2176 gektarga rejalashtirganmiz. Buni afzallik tomonlari nimada? Afzallik tomoni shundaki, kimyoviy himoya qilishda atrof muhit, ekologiya, biz bilamiz, kimyoviy zaharlar ta'sirida ekologiya buziladi. O'simliklardan organik mahsulot yetishtirish qiyin. Ham shu bilan birgalikda asosiy masala bu yerda ularning narxining qimmatligi, kimyoviy zaharli moddalarni. Bizning loyihada doirasida ko'paytirilgan foydali hasharot inkarziya bu kimyoviy kurashga nisbatan 7-8 marta arzon, shu bilan birga atrof muhit uchun bezarar bo'lgan foydali hasharot turi hisoblanadi. Buning ko'paytirilish jarayonida bizga issiqxonada ko'paytiramiz, u uchun keng yaproqli o'simliklar, bodring, tamaki va shu bilan birgalikda pomidorda ham oqqanot ko'p zarar keltirganligi uchun pomidor o'simliklaridan ham foydalanish mumkin bo'ladi. Inkarziya foydali hasharoti oqqanotning ixtisoslashgan kushandalaridan hisoblanadi va u o'simlik uchun bezarar, faqat oqqanot zararkunandasini, lichenkalarini zararlab, lichenka holatida yo'qotadi. O'simliklar
mahsulotning kimyoviy zaharli moddalar saqlanib qolmasligi, ularni organik mahsulot yetishtirishdagi o'rni katta bo'lganligi sababli eksportga yo'naltirishda ham muammolarga duch kelinmaydi. O'simliklarda zaharli qoldiq moddalar saqlanib qolmaydi. Bu biologik vosita hisoblanadi. Enkarziya hasharotini biza laboratoriyada ko'paytirib olganimizdan keyin mana shu mana shunday qadoqlarda qildik hozircha. Bu bitta qadoqda 5000 dona enkarziya g'umbaklari bo'ladi. Bu 5000 dona enkarziya g'umbaklarini 25 sotik maydonga mo'ljallangan, 25 sotik 1 gektar maydonga mana shu qadoqimizdan 4 tasi kerak bo'ladi. 10 sotik, 15 sotik, 20 sotik, 25 sotikgacha bo'lgan maydonlarda oqqanotga qarshi mana shu bitta qadoqni berishimiz mumkin. Buni narxi kimyoviy moddalarni sotib olganga yoki boshqa kurash usullarini olganda ancha arzon va atrof muhit uchun bezarar hisoblanadi. 2023-yilda biz loyihani boshlaganimizda, birinchi mahsulotlarimizni ishlab chiqarganimizda Mirishkor tumanidagi Oqmashit mahallasidagi ayrim fermerlarga olib keldik. Ular ko'rishdi, zararkunandaga qarshi qo'llab ko'rishdi. Ular uning samaradorligini, zararkunandani yo'qotishini ko'rgandan keyin atrofdagi boshqa fermerlar ham bunga qiziqish bilan murojaat qilishdiki, bizga ham olib kelib bering deb. Boshlanishida ayrim fermerlar buni tushunmaganligi, bilmaganligi sababli mahsulotni biz qo'llasak qanday bo'ladi deb ikkilanishlar bo'ldi, lekin ular qo'llangandan keyin yonidagi fermerlardan ko'rib, ularning samaradorligini ko'rib, ularning atrof muhit uchun bezararligini va narxi arzon bo'lishini ko'rib, ular ko'plab qo'llashga harakat qilyapti. Natijasini ko'rgandan keyin ular ham mahsulotga o'zlarini talablarini yoki ularga kerak bo'ladigan miqdorni aytib, ular buyurtma berishni boshlashdi. Meni fermer xo'jaligimda 34 gektar yer maydonim bor. Unda 18 gektariga paxtalar ekib kelmoqdaman. Paxta, g'allalar 15 gektar, sabzavot ekinlar 3-4 gektardan ekib kelaman. Shu loyiha bo'yicha qiziqib ko'rib, qiziqishim oshgan tufayli shu loyihani o'zim fermer xo'jaligimga olib keldim. Namoyon qilganimda bu yaxshi natijalar berdi. Menga kimyoviy preparatlar qo'llaganimda qimmatlikka, ya'ni iqtisodiy samaradorligi ko'p ortib ketganiga tufayli menga shu loyihaning samarasi juda yoqdi. Men bu fermer xo'jaligimdagi mahsulotlar 60-40% oshdi. 1 gektar maydonimizga kimyoviy himoya qilganimizda 1 million, 1,5 million sarf xarajat qildim. Unda ekinlarimni oralariga texnik ishlar olib borilgani tufayli turli xil zararlar yetkazilib, hosilimning sifati pasayishi keyin bo'lib keldi. Keyin men shu loyihani da ko'rganimda shu menga ma'qul tushganligi tufayli menga 1 gektar maydonga 150 ming so'mga tushyapti. Bu menga bir necha barobar arzonga tushgan tufayli men shu biologik kurashni o'zimga ma'qul ko'rdim. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.
Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.